Yangi yilga sovg'aga pulni qanday olishni bilmayapsizlarmi aka? Mana bu sizlardagi akalar. Shu videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, sizlarga bu pulni qanday olishni aytib o'taman. Akalar, qo'limda naqd $500 pul turibdi. Bu pul sizlardiki. Nimaga bu pul sizlardiki deyapman? Yangi yilga o'z obunachilarimga nima berishni o'ylanib yuruvdim. Sovg'a bersammikin yoki shunchaki pulini berib qo'ysammikin? Mana endi shu pulni sizlarga tarqatib yuboramiz. Shartlari bizni bilasizlar, davomiylik oddiy va oson bo'ladi akalar. Shu videoga bitta like bosasizlar, kommentariyaga nechta bo'lsa ham do'stlarni belgilab qo'yasizlar. Shu videoda qancha maksimal odamga tashlab bo'lsanglar bo'lgani shartlari juda ham oson akalar. 31-dekabr kuni shu pulni egalarini 5 ta odamga $100 dan tarqatib yuboramiz akalar. Faqat shoshilinglar va ko'proq qo'llab-quvvatlab turinglar. Xo'p, agar sizlarga Cobalt qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol Cobaltlarni olib ketsanglar bo'ladi. Tayyorlarini qilib qo'yganmiz akalar. Boshlang'ich 30% to'lab berasizlar. Qolganini 3 yildan 5 yilgacha bemalol avtokredit asosida olsanglar bo'ladi akalar. Faqat shartlarni tezroq bajaringlar. 31-kuni yutuqlarni sizlarga topshiramiz.